Oksipren salfetkasini obzor qilganimdan keyin har xil kommentlar keldi. Nimamish bo'ylarda salfetkasi yokida umuman ko'pirmaydi, ishlamaydi deydiganlarga bugun bag'ishlanadi bu video. Qizlar, mana bunaqangi tog'orachaga ko'p suv olib, ichiga polni salfetkani solib, 4-5 marta bor sretsasini ichiga shimib tashlash bu eng katta xato. Salfetka zo'r to'g'ri ishlash uchun jindekkina ho'l bo'lsa, nam bo'lsa yetadi. Mana ko'ryapsizlarmi, o'sha salfetkada umuman artlaring keyin ko'pirmaydi. Olinglar mana qangi sprey dozator olinglar to'g'ri suv bilan yokida bitta idishchaga suv olsalaring quriganida ichiga buktirib, nam qilib mana shunaqa ko'pik hosil qilaverasizlar. Ko'piga chiqaradi qizlar. 5 oydan beri ishlatyapman. Hali menga haligi bir yoqmaydigan tarafi chiqmadi. Bitta ham razvod qoldirmaydi. Masalan, gazlarimni tozalayman, kafellarimni tozalayman, hammomlarimni tozalayman. Hammomga ham kirib mana shunaqa artsonni ochib qo'yib, bor sredstvasini rakvinaga oqizib yuborishadi. Men ko'ryapman shu videolarda ba'zida rosa asabim o'ynadi. O'shanga mana shunaqa neestetichni bo'lsa-da ham nechmata ko'pirishini uzmasdan shunaqa time-lapsda ko'rsatib beryapman qizlar. Men faqatgina chestnoy obzorlarni yaxshi ko'raman. Hammomingizni bitta salfetkada butun tozalab chiqsangiz bo'ladi. Hatto polinni, kafelini ham tozalab chiqasizlar. Qizlar, qaranglar, bitta rakvinani men qancha yuvdim. Oxiri ko'nglim bo'lmadi. Kameramni olib yugurib borib, mana shu oynagimni ham ko'pirlatib yuvib ko'rsatyapman qizlar. Shu bitta salfetka, shu hammomdagi salfetka. Men haligi tualet vannalarni hali yuvmaganim uchun mana shunaqa toza joyda ham ko'pirtirib sizlarga ko'rsatib beryapman. Undan keyin borib mana yana qo'shimcha hammomni oynagini ham tozalab olaman ko'pillatib. Men oxirida mana suvga chayqab tashladim. Uni chayqamasdan hammom tualetlarini ham tozalab olsam bo'lardi, lekin shunda to'xtaydi qizlar. Kelinglar, to'g'ri ishlataylik hamma narsani.